Assalomu alaykum azizlar. Xayrli kech hammaga. Bugun 20-aprel sanasi. Oldindan hech narsa demoqchi emasman. Shunchaki she'rni eshiting. Jannatni eslat, yurak ezilsa. Bu qalb dunyodan to'ygan onida. Hech narsa qolmasa o'lim yonida, sanoqdan adashib umr sonida. Jannatni eslat, yurak ezilsa. Ko'zlaringizga tor bo'lganda olam, yig'lamang hattoki ezganda alam, dardingizga hech narsa bo'lmasa malham. Jannatni eslating, yurak ezilsa. Atrofingizdagilar ishonmay qo'ysa, hatto yaqinlaringiz ustingizdan kulsa, ishongan insonlar yuzini bursa, jannatni eslating, yurak siqilsa. Bir kun ketishingiz aniqligini, oxirat yo'lingiz yoriqligini, umringiz bir tor yo'lakligini, o'limni eslating, yurak ezilsa. Jannatda bari yaxshi bo'lishin, quvonchdan qalbingiz shodon kulishin, hamma ham bir kuni jasad bo'lishin. Hammaga eslating, yurak ezilsa. Omonat dunyoda, omonat bizlar, jannatni tasavvur qilganmisizlar? Hech bo'lmasa tushingizda ko'rgandirsizlar. Jannatni eslating, yurak ezilsa. Allohim bilaman, yetmas amalim. Siyohi tugab borar qalamim, yonib tugamoqda hayot daftarim. Jannatni ko'rsat, ko'zlar yumilsa. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.